Assalomu alaykum aziz avtomobil ixlosmandlari. Bugungi videomizda sizlar bilan 2026 yilgi Chevrolet Damas modelini to'liq va batafsil ko'rib chiqamiz. Ushbu avtomobil yillar davomida O'zbekiston bozorida eng talabgir, ishonchli va iqtisodiy transport vositalaridan biri bo'lib kelmoqda. 2026 yilgi yangilangan Damas esa yanada zamonaviy ko'rinish, qulaylik va samaradorlik bilan taqdim etilmoqda. Avvalo tashqi dizayndan boshlaymiz. 2026 Chevrolet Damas o'zining ixcham va sodda ko'rinishini saqlab qolgan, biroq old bamper va radiator panjarasida kichik dizayn o'zgarishlari kiritilgan. Old faralar yanada tiniq va zamonaviy ko'rinishga ega bo'lib, tungi harakatda yaxshi yoritish imkonini beradi. Kuzov shakli yuk tashish va yo'lovchi tashish uchun maksimal darajada qulay qilib ishlab chiqilgan. Avtomobilning baland tom qismi ichki hajmni kengroq his qilishga yordam beradi. Endi salon qismiga e'tibor qaratamiz. 2026 Damas ichki qismi soddaligi bilan ajralib turadi. Old panel minimalistik uslubda ishlab chiqilgan bo'lib, barcha boshqaruv tugmalari haydovchi uchun qulay joylashtirilgan. O'rindiqlar yangilangan mato qoplamasiga ega, uzoq yo'llarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Salon 7 kishigacha sigdira oladi. Bu esa uni oilaviy yoki tijoriy maqsadlar uchun juda mos variantga aylantiradi. Yukxona qismi esa o'rindiqlar egilganda ancha kengayadi. Texnik ko'rsatkichlariga to'xtaladigan bo'lsak, 2026 Chevrolet Damas 8 litrli benzin dvigatel bilan jihozlangan. Ushbu dvigatel shahar sharoitida juda iqtisodiy hisoblanadi. Yoqilgi sarfi o'rtacha 100 kilometrga 6-7 litr atrofida bo'lib, bu uni arzon ekspluatatsiya qilinadigan avtomobillar qatoriga kiritadi. Mexanik uzatmalar qutisi avtomobilni boshqarishni oddiy va ishonchli qiladi. Harakatlanish yumshoqligi oddiy yo'llar va shahar ichidagi qatnov uchun yetarli darajada. Xavfsizlik masalasida Damas oddiy, ammo zaruriy funksiyalar bilan ta'minlangan. Old xavfsizlik kamarlar, mustahkam kuzov konstruksiyasi va kuchaytirilgan eshiklar. 2026 yilgi Chevrolet Damas nafaqat narxi, balki xizmat ko'rsatish qulayligi bilan ham ajralib turadi. Ehtiyot qismlari O'zbekistonda keng tarqalgan va arzon narxda topiladi. Texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari boshqa ko'plab avtomobillarga nisbatan ancha past. Shu sababli Damas uzoq yillar davomida ishonchli ishchi avtomobil sifatida xizmat qiladi. Boshqaruv haqida gapiradigan bo'lsak, avtomobilning rul boshqaruvi yengil va qulay. Shahar ichidagi tor ko'chalarda, bozor va savdo hududlarida harakatlanish uchun juda mos. Kichik o'lchamlari tufayli mashinani parkovka qilish ham oson. Yoqilgi bakining sigimi kundalik qatnov uchun yetarli bo'lib, tez-tez yoqilgi quyish talab etilmaydi. Damasning asosiy ustunliklaridan biri ko'p funksionalligi. Uni yo'lovchi tashish, yuk tashish yoki maxsus xizmat avtomobili sifatida ishlatish mumkin. Ko'plab tadbirkorlar aynan shu modelni tanlashining sababi ham uning tejamkorligi va moslashuvchanligidir. 2026 yilgi modelda kichik texnik takomillashtirishlar avtomobilning barqarorligini oshirgan. Albatta bu avtomobil hashamat yoki yuqori tezlik uchun mo'ljallanmagan. U asosan kundalik ishlar, oilaviy ehtiyoj va kichik biznes uchun yaratilgan. Agar sizga ishonchli, arzon va xizmat ko'rsatish oson bo'lgan avtomobil kerak bo'lsa, 2026 Chevrolet Damas yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, 2026 yilgi Chevrolet Damas o'z segmentida yetakchilikni saqlab qolmoqda. Yangi dizayn elementlari, tejamkor dvigatel, keng salon va hamyonbop narx uni O'zbekiston sharoitida eng maqbul variantlardan biriga aylantiradi. Agar siz yangi avtomobil xarid qilishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, albatta ushbu modelni ham ko'rib chiqishni tavsiya qilamiz.